Ertalabki zavtraklarga aerogrilda tayyorlash uchun noodatiy retseptni ko'rib qoldik. Sizlar bilan takrorlab ko'ramiz. Birinchi bo'lib tuxumni yamichganicha sog'ib olamiz. Ketidan ozgina tuz sepib boramiz. Ozgina piyoz qo'shib yuboramiz. Keyingi navbatda pomidor qo'shib yuboramiz. Sir qo'shib yuboramiz. Aerogrilimizga tiqib yuboramiz. 8 daqiqaga 170 gradusga yoqib yuboramiz. Bu aerogrilimiz 10 litrlik bo'lib, mana shunaqa metallический korpusda bo'ladi. Undan tashqari akoshkasi ham bor, hamda mana shunaqa podsvetkasini yoqib, ichidagi ovqat qanaqa jarayondaligini ko'rishingiz mumkin. Va eng asosiysi boshqa aerogrillardan ajralib turadigani, tepasida ham, pastida ham ikkita teni bo'ladi. Usturimiz ham pishdi, buni qaranglar. Moshni bo'lib chiqdi. Bu zavtraklarga vashshi moshni narsada. Bitta tatib ko'ramiz. Bismillah. Apparatimiz narxi $95. Mahsulot sizga yoqqan bo'lsa, pastki kontaktlarga aloqa qilib ko'rasiz.